hamma narsa yoqyapti, sifati yoqyapti, matosi yoqyapti, dizayni yoqyapti. Menga O'zbekiston degan so'zni yozib ber. Nima sababdan? Jinsiy ishlab chiqarishimizda aytganingizdek ko'p suv ketadi. Agar Xitoy yoki Turkiya bo'lsa, bu narsa sifatli degan Chunki oilada bor. Oilada bu narsa. San tikuvchisan, ishga bormasang ham bo'ladi deydigan javob bor-da. Birinchi kelgan, aldagan, keyin ketgan. Jinsida yana bitta katta muammosi tikuvda ishni oxirgi protsessigacha hech qanaqa aybi bilinmaydi. Assalomu alaykum. Made in O'zbekiston. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga bag'ishlangan ilk podkastimizni sizlarga taqdim etamiz. Bugun sizlar bilan biz to'qimachilik mahsulotlari, xususan tayyor kiyim, jinsi mahsulotlari biznesini tahlil qilamiz. Bugungi bizni suhbatdoshimiz Chirchiq Mega Biznes korxonasi rahbari Muratova Madina Manapovna. Bugungi podkastimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Shahzoda. Rahmat shu ko'rsatuvga taklif etganingizga. Bugun siz bilan biz jinsi mahsulotlarni ishlab chiqarish O'zbekistonda bu qanchalik rivojlangan, bu biznesda mavjud muammolar va aynan sizni korxonangiz orqali bu yechimga, ya'ni O'zbekistonda Made in O'zbekiston yorliq ostida jahon bozoriga chiqish yo'llari haqida gaplashamiz. Ilk savolim mana quyidagicha bo'ladi. Men bilaman, sizni ishlab chiqarayotgan mahsulotlaringiz dunyoni bir necha davlatlariga eksport qilinadi. Xususan Birlashgan Arab Amirliklari ham shu jumladan. Meni savolim, aynan sizni mahsulotlaringizda xorijiy deylik o'sha xaridorlarni yoqtirgan eng yaxshi xislati nimada? Bu dizaynmi, bu narximi, bu uni sifatidami? Hozirgi kunda O'zbekistonda mana 7 yildan beri jinsiy mahsulotlar ishlab chiqaryapmiz. 2018-yilda bu ishni boshladik. 2018-yili tekstil sohasida birinchi jinsiga kirishimiz sababi bo'lgani O'zbekistonda bu yo'nalish hali ko'p insonlar kirmaganligi, juda yaxshi rivojlanmaganligi uchun shu yo'nalishni tanladik, bozori kengroq olib. 2018-yilda birinchi uslubiga tikib ishni o'rganib, chunki bizda jinsiy mahsulotlari bo'yicha mutaxassislar juda kam edi. Turkiyadan dizayner hamda tikuv masterlarini olib kelib, ulardan ish o'rganib, eksport qilishni yo'lga qo'yishga harakat qildik. Hozirgi kunda ham o'zimizni tikuvchilarga yoki masterlarga o'sha bilimlarimizni berib, o'rgatib kelyapmiz. Turkiya bilan O'zbekiston hamda Xitoy o'rtasida bizdagi afzalliklarimiz menimcha vaqt va sifat bo'lsa kerak, logistikani Rossiyaga tez yetib borishi hamda sifatli mahsulot chiqarib berishimiz. Qarang, umuman Chirchiq Mega Biznes hozirgi kunda bitta gruppa kompaniyalar guruhi sifatida faoliyat yuritadi, lekin sizni aynan qismingiz bu tekstil, ya'ni tekstil sanoatida. Hozirgi kunda men bilishim bo'yicha siz korxonangiz nomi boshqaga o'zgargan, ya'ni Sultana Lux nomi bilan. Chirchiq Mega Biznesda ikkita, uchta yo'nalish bor edi, qurilish bor edi, tekstil, yana boshqa yo'nalishimiz bor edi. Shu sababdan 2025-yil jins ishlab chiqarish yo'nalishimizni Sultana Lux Biznes korxonamizga ko'chirdik. Juda ham yaxshi. Bundan ko'zlangan maqsad nimada edi? Tekstil yo'nalishi alohida bitta yo'nalish bilan ketishi hamda eksportlarimizni kengaytirib, o'zimizni brendimizni yaratish va dunyoga tanilish. Qarang, hozirgi kunda O'zbekistonda mavjud jinsi bir ishlab chiqarishni biladigan bo'lsak, umuman jins tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu odatda bu paxtadan ishlab chiqariladigan, ya'ni 100% paxta desa ham bo'ladi, ishlab chiqarilgan mahsulot. Lekin biz O'zbekistonda deylik qariyb 3,5 million tonnadan ortiq paxta bo'lganiga qaramasdan, bizda jins mahsulotni ishlab chiqaruvchi deylik bir 10 tacha korxona bor. Ulardan boshidan, ya'ni o'sha ipidan, kalavasidan boshlab ishlab chiqaruvchi korxonalar deylik soni cheklangan. Deylik bir ikkita desang ham bo'ladi. Qolganlari odatda mahsulotlarini o'sha deylik matosini import qilib, import mahsulotlardan, ya'ni import matodan ishlab chiqarishga yo'lga qo'yishgan. Sizni fabrikangizga borganimizda biz ko'rdikki, sizda hozirgi kunda siz bu biznes egasi emassiz, ya'ni siz ilgaridan tekstilchi emassiz, ya'ni tekstilchi deb aytaylik, tekstil biznesda emassiz, siz boshqa biznesdan kirib kelgan ekansiz. Bu biznesni boshlash uchun talab etilgan birinchi investitsiya, birinchi qadamlar nimada bo'lgan? Ya'ni deylik qanaqa qiyinchiliklar ko'rdingiz imенно shu biznesni rivojlantirishda? Balki sizga deylik O'zbekistonda deylik imенно diniy mahsulotlarni yo'qligini hisobga olib bunga yetarli xomashyo ham yo'q, ya'ni siz 2018-yilda aytganingizdek shunaqa bor. 2018-yilda mato tanqisligi bo'lardi aytganingizdek.
Hindistondan yoki Xitoydan olib kelinardi. Hozirda mana ikkita katta fabrika mahsulot ishlab chiqarishyapti. Nomlarini. Buxoro Cotton va Samarqand Afrosiyob fabrikalari. Lekin shunga qaramasdan talabimiz bir xil paytda poliester cottonli shimlarni talabi bo'lsa yoki likrali Xitoydan olishga majbur bo'lamiz. 100% paxtalilarni O'zbekiston matolaridan olib eksport qilyapmiz. Deylik O'zbekistonda olingan matolarning sifati, ularni deylik baribir matoni ham turi bo'lishi kerak, ya'ni assortimenti. Sizning mahsulotlaringizga yetadimi yoki halicha hozirgacha? Yo'q, hozirgi paytda ko'proq assortimentli matolarni Rossiyaning talabi bo'yicha poliesterli yoki paxtalini yangi to'qimalari bor. Ularni Xitoydan yoki Hindistondan olib kelishga majburmiz. Hozirgi u bozor to'lmagan. Shuning uchun boshqa bozorlardan eksport qilib olib kelishimiz. Tushunarli. Keling unda boshqa savolimizni beraman. Deylik, hozirgi kunda ayol kishi bo'lib, misol uchun shu biznesni rivojlantirib kelmoqdasiz. Sizlarni aytib bering, birinchi kelgan, aldagan, keyin ketgan bor-ku. Qani o'shalar? Ayting ular. Конечно, men nima istoriyani olib chiqmoqchi bo'ldim. Bu yo'nalishga kirishimiz asosiy sababi boshida bitta liniya ochib, spetsodejda maxsus kiyim ishlab chiqarish yo'lga qo'yishni plan qildik akamlar bilan. Shu yo'nalishni zakazim bilan Latviyaga eksport qiladigan proyekt qilishni boshladik. Mashinalar sotib olindi, kelindi, keyin o'ylab qarab ko'rsak, hamma mashinalarimiz avtomat mashinalari yoki boshqa boshqa mashinalarimizda jinsiy kiyimlarni ishlab chiqarish sharoitimiz bo'lgani uchun o'ylab ko'rib, maxsus kiyim menga zerikarliroq bo'ldi. Keyin shu jinsiyga kirishni maqsad qildik va shu yo'nalishimizni o'zgartirdik. Men boshida ko'proq savdoda ishlaganim sababli bu yo'nalish menga juda ham qorong'u dunyo bo'lgan. Rahbar sifatida borib ishni bitirib qaytib kelaman deb shu tushuncham bilan ishga kirib qoldim. Lekin keyinchalik bu ishni tepasida o'zingiz turmasangiz ish rivojlanmasligi yoki har bitta etapdan o'zimiz o'rganib o'tmasak, birov og'zidan chiqqan gapga bog'lanib qolishimiz juda katta xavf tug'dirdi. Keyinchalik shu men bilan proyekt qilgan odam bilan boshida proyekt qildik, boshqa qildik. Mashinalar olib kelindi, boshqa qildi. Orada u odam sog'lig'i to'g'ri kelmagani uchun chiqib ketaman deb ketdi. Keyin bitta-bittalab o'zim o'rganishga majbur bo'ldim. Matodan, tikishidan, boshqasidan. Boshida proyekt qilganimizda shu Turkiyadan mashinalar, yuvish mashinalari boshqasini olishni proyektga qo'ydik. Turk mutaxassis chaqirildi. Jinsiy sohasida men ancha yillik tajribam bor deb ish planini olib, qaysi mashinalar kerak, nimalar kerakligini hammasini sxemasini tuzib berdi. Keyin bu jarayonda kredit olindi, mashinalar olib kelindi. U odam 6 oygacha shu hamma narsani joyiga qo'yib olgunimizcha yonimizda turdilar. Keyin sog'lig'imga mazasi yo'q, boshqa deb hamma narsa ishga tushib, endi ish boshlanadigan paytda ishdan chiqib ketdilar. Keyinchalik o'sha yaxshi rahmat komandamizga, hozirgi ham qizlarim, masterlarim, boshqalarim yonimda turib, bitta-bittalab o'sha matodan tortib, yuvishidan, nima ish chiqishi, boshqasi birinchi zakazimiz okey olingan paytda mutaxassis ketib qoldi, o'zim qo'limda qolib ketdi. Chunki undan oldin rahbar sifatida borardim, ko'rardim, ketardim. Ishni ichiga kirmaganman. Bu meni katta xatom bo'lgan. Keyin o'zimga qolganidan keyin bitta-bittalab yuvchini oldiga borib, undan maslahat olib, matochini oldiga borib, matochidan maslahat olib, orada birinchi jo'natgan namunalarimiz Rossiyadan eksportga birinchi eksportim okeysi keldi. O'zim bilan ishlagan, o'sha qolipini qilgan odamlar ham o'sha qolipni qilib berisha olmadi. Birinchi kritikda ozgina o'zgarishi bor edi. Shu paytda o'tirdim, o'ylayapman, maillarni qarayapman, kim bor, kim yordam qiladigan. Bitta turk mutaxassis bor edi, Jihan Uyan. U odam qolip qilishda menga birinchi yordamlarini aytib, shunaqa telefonlarni topdim, odamlardan so'rab topdim. Keyin sizni yordamingiz kerak, klient eksport uchun zakaz oldi, lekin qolipni to'g'irlash kerak. Bizda jinsiy to'qima bo'lgani uchun trikotaj bo'yicha qolip yasovchilar juda ko'p, lekin jinsiy matosida qolip yasovchi o'sha paytda sog'lom mutaxassis topolmadim.
Turkiyaga yozdim, xat yozdim. Birinchi xatimdan javob berdilar. Aytdilar, mayli, men eshitdim, qaysi ahvolda fabrikada qolib ketding bir o'zing, men yordam beraman senga. Men aytdim, kerak bo'lsa, har bitta qolipni sotib olinglar. Shu anaqada odam yurakdan yordam berib, menga birinchi kolleksiyamni hamma qoliplarni o'zlari qilib berdilar. U qolipdan birinchi shimlarimizni chiqardik. Eng kichkina, eng birinchi boshlagan eksportimiz 18-yil $32,000 eksport edi, juda kichik. No, birinchi o'zimizni qo'limizda chiqqan eksportimiz bo'ldi shu. Shu jarayonda keyin 3-4 ta dizaynerlar bilan gaplashdim. O'sha har bittasidan qolip olamiz. Nimasi yoqqan, Jahon uyan birinchi har qolipini jo'natsa, birinchisi tikamiz jo'natamiz, bittasida okey olib kelaverdi, bittasida okey olib kelaverdi. Tasdiqlandi demak. Tasdiqlandi. Klient olyapti, bo'ldi, kritikam yo'q, men shuni xohlayapman. Birinchi ishimizni familiya gruppasi bilan boshlaganmiz. Rossiya Maxima Group. Rossiyada juda ko'p magazinlari bor, familiya 360 dan ortiq magazini bor. Ular bilan ishlashni boshladik. Keyin qarayapmanki, har bitta so'rayotgan narsalari okey tasdiqlanyapti kelyapti. U orada boshqa dizaynerlarni 2-3tasidan tikib jo'natyapmiz. Shu jarayonda Jahonbek bilan ish taklif qilib, biz bilan ishlashni taklif etdim. Orada undan keyingi birinchi eksportimizdan keyin 132 milliy eksportga zakaz oldik. Unda pandemiya paytiga to'g'ri kelib qoldi, 19-yil. Endi ishimiz bahorda chiqib ketadigan paytda pandemiyaga to'g'ri kelib qoldi. Jahonbek ham keladigan paytida yo'llar yopilib, ishlarimiz ancha 6 oy, 7 oyga cho'zilib ketdi butun O'zbekiston bo'yicha. Keyinchalik klientimiz aytdi, "Men zakazdan отказ qilmayman. Bu sezonni уже matolari olingan hamma narsani. Keyingi yil bahorgi sezonga o'tkazib berasan, 20 emas, 21 ga o'tkazib berasan" deyildi. Undan keyin 20 oxirida yo'llar ochilgandan keyin 21-yili Jahonbek keldilar. Korxonani ko'tarishimga juda katta yordam berdilar. Chunki ularni 25 yildan ortiq stajlari, boshqalari bo'lgan. Birgalikda shu ishni yo'lga qo'yishga harakat qildik. Ko'plab korxonalarga borganimda bitta yaxshi tendensiya bor. Balki o'sha xorijiy mutaxassislarning jalb qilinishi yaxshidir. Lekin o'zimizda shunaqa deylik insonlar, ya'ni shunaqa kadrlarning yetishmovchiligi bu juda ham katta og'riqli nuqtasi ko'p tashkilotlarning. Chunki deylik ishlab chiqarishga borsangiz, deylik ip kalava chiqaradigan bo'lsa, u yerda Pokiston yoki Hindistonlik texnologlar, deylik tayyor kiyimda bo'lsa, o'sha turkiyalik mutaxassislar juda ham katta bir yordam berib kelishmoqda. Bular bir hisobdan deylik xalqaro integratsiya bo'lishda bu juda ham balki yaxshidir. Ya'ni biz o'zbekistonlik mutaxassislar ham qayerdadir bir o'zini o'rnini topgan. Lekin imенно tekstil sohasida deylik bizga juda ham qiyin. Bu yana qo'shimcha deylik o'zi tekstil sanoatini o'zi bir marjasi kichkina. Ya'ni unaqa katta narx qo'ya olmaysiz. Ikkinchidan bu deylik unga qo'yiladigan talablar ham yuqori. Ya'ni ekologik bo'lsin, hozirgi kundagi har bir o'sha deylik iste'molchini talabi kuchayib ketgan. Deylik eng asosiysi o'sha Yevropa bozorlariga kirmoqchi bo'lsangiz, bu juda ham katta muammo. Siz hozir mana shu mavjud deylik texnik xodimlar-ku, mayli Yevropa orqali yoki o'sha qo'shni davlatlar orqali hal qilasiz texnologlarni. Umuman ichkida mavjud muammo, bu og'riqli nuqta, bu o'sha deylik ishchi kadrlarni ichki kadr deymiz biz. Ya'ni o'sha qo'nimi yo'qligi. Shu siz aynan hozirgi kunda fabrikangizda boshlagan nechta korxona bilan, nechta odam bilan boshlagansiz? 30 ta ishchi bilan boshlaganmiz. Hozirgi kunda nechta? 150 taga. 150 taga yaqin ular hammasi ayollar. Ayollar asosan ishlaydi. 95% ayollar. 95% ayol bo'lsa, demak har bittasini oilasi bor, deylik qaynotasi bor. Bizda hech kim o'zbekchilikni olib qo'ymagan, ishlaysan chekkaga debdi. Deylik shu aynan muammo bilan qanaqa qilib kurashib kelmoqdasiz? Hozirgi kunda ham bu muammoni hal qilish uchun har biri bilan birma-bir o'tirib suhbat qilib, ularni ishini orqasidan o'zini o'sishini, boshqasini tushuntiramiz. Chunki bir narsa borda, yaxshi master o'z darajasiga yetganda 6 million, 7 million, 10 million, 15 milliongacha oylik olishga ilmi bo'lsa ola oladi-da. Lekin unga bitta master 15 milliongacha oylik oladi. Hozirgi kunda 6 milliondan 15 milliongacha olgan masterlar bor.
bandi to'g'ri ko'proq boshqaroq band ko'proq insonlarni ishlatilsa, lekin u jarayonga bir kunda yetib kelmasligini tushuntirib yetish kerak. Odam misol uchun universitetga kirib 5 yil o'qib, keyin staj bilan ko'tarilamiz, keyin etapma etap. Tikuvchiligi juda past baholashligi sifatidanmi, o'zini kasbini sevmasa odam o'solmaydi-da. Lekin tikuvchiman deb o'zida g'urur bo'lmasa, ishga yo san tikuvchisan yo bormas deyishligi bu katta problema bizada. Chunki oilada bu narsa san tikuvchisan u ishga bormasang ham bo'ladi deydigan javob bor-da. Bu narsa bizga eksportchilarga juda katta zarba beragani, chunki birorta ishchini avtomat mashinaga yoki tikish jinsida o'rgatish juda qiyin. 3 oydan keyin endi birorta bir operatsiyani ishlashni boshlashadi. Chunki trikotajchilar ko'p, lekin jinsi og'ir bo'lgani uchun, uni operatsiyalari qiyin bo'lgani uchun o'rganishga 3 oydan ko'p vaqt ketadi. Endi operatsiyaga bitta ishchigini o'rgatganingizdan keyin uydagilar ruxsat bermasa yo qaynonasi uyda o'tir deb qolsa, u juda katta problema. Hozirgi kunda ham o'zimiz qizlarga ham aytaman, ishlanglar, ko'proq harakat qilinglarki, kerakli maoshni olib borib, yo bolasini repetitorga, yo oilasida bir narsaga yaratasan. Shuning uchun harakat qilib kelamiz, ularga nimadir yordam berish uchun. Yosh bolasi bo'lsa, hozirgi kunda korxonamizda bog'cha tashkil ettirganmiz. Bolalari bilan birga kelishadi, ishlashadi, kechkiga yana bolalarini olib ketishadi. U ham ularni bir ishxonadan boshqa ishxonaga o'tmasligiga bitta sabab bo'lib qoldi hozirgi kunda. Pul olmaysiz bog'chaga? Yo'q, bog'chamiz tekin. Hozirgi paytda. Chunki o'zimiz samarqandlik qizimiz birinchi kelib masterga kelib ishlashni boshladi. Shu yerda turmushga berdi, yosh bolali bo'ldi, masterim kerak. 1 yoshida nyanka olib, bu qizni orqasidan bog'chali bo'lib ketdi. Ishga chiqdi, bolasiga qarasak, o'sha yaxshi ishchilarimiz ishga chiqa olmayapti. Bolasiga qaraydigan odam yo'q. Keyin korxonamizda kichkina bog'cha tashkil qildik. Boshida 12 ta bolam bilan, hozirgi kunda 34 ta bolam bilan faoliyatimizni davom ettirib kelyapmiz. Siz asosiy hozirgi kunda ayollarni ijtimoiy masalasini hal qildingiz bu orqali. Bir tarafidan. Chunki ayollar baribir birinchi farzandim deydi, bolam deydi. Qizlarimizga ham aytamiz, bir narsani yo'q qila olmayman demasdan, ularga o'sha bitta tikuvda o'tirgani 3 oy, 6 oy ichida oyligini o'zini 30% dan 50% gacha oshirish imkoniyati bor, faqat harakat kerak o'zligisidan. Shuni tushuntirib boryapmiz. Shunga qarab qizlarimiz ham tezroq ishlashga, normasini vaqtida berishga, yangi bir mashinalarni o'rganishga harakat qilishyapti. Tushunarli. Qarang, bizni bilamiz, ko'plab brendlar bor. Deylik, Levi's, Lee, turli bir deylik bizni jinsi deganda biz o'sha yirik brendlarni nazarda tutamiz doim. O'zbekistonda ham shunaqa brendlarni borligi, ya'ni o'sha brendlarga tika olayotgani bu bitta quvonarli holat. Men so'ramoqchi bo'lganim, korxonangizga borib ko'rganimda, siz har bitta yirik brendga tiksangiz ham, misol uchun ko'rdim, Lime'ga tikasiz, yirik brendlardan. Siz albattaki O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yorlig'ini qo'yar ekansiz har biriga. Lekin shunaqa bir klientlar ham bo'ladi, deylik, sizga keladigan klientlaringizdan so'rashi mumkin. Bu nimani qo'yma yorliqqa. Men o'zim yorlig'imni qo'yib beraman. Chunki men shu fabrikalarga borganimda ko'rdimki, o'sha jins ishlab chiqaradigan fabrika, даже narxigacha ular bergan, ya'ni etiketkasigacha ular aytgan narsani qo'yib bergan. Ya'ni O'zbekistondan chiqib ketayotgan mahsulot O'zbekistonning mahsuloti bo'lmasdan chiqib ketyapti. Ya'ni ipidan ignasigacha hammasini tekshirilgan. Sizda bu proses qanaqa? Ko'proq aytganingizdek brendlarga ishlayapmiz. Brend deganda ularni brendi ostida O'zbekistonda ishlab chiqarib beryapmiz. Lekin misol uchun Lime, Mark Formel yoki boshqa brendlarda u hech muammosi bo'lmadi. Zelta O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulot yarlik bilan o'sha kodi bilan chiqib ketyapti. Orada bo'ldi, valberchilar kelishdi, boshqa qilishdi. Hamma narsa yoqyapti, sifati yoqyapti, matosi yoqyapti, dizayni yoqyapti. Menga O'zbekiston degan so'zni yozib berma. Nima sababdan? Men Zelta в Turtsiyani xuddi shu narsani qimmatroq sotaman, chem O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yoki nima sabab? Nima sababligini hali bizani jinsiy mahsulotlarimizda Rossiya bozorini hali zabt etmaganimiz bo'lsa kerak. Birinchi sababi O'zbekistonda sifatli jinsiy ishlab chiqarishiga hali
ko'p brendlar yoki Rossiya firmalari uni tan olmadi deb o'ylayman, chunki O'zbekiston desa hamma trikotaj ishlab chiqaradi, bu tushuncha bor deb o'ylayman. Shuning uchun men hozirgi paytda biz o'zimiz ham korxonamizda kolleksiya qilamiz, har 6 oyda yengilab Rossiyadagi klientlarga olib borib ko'rsatamiz, boshqa qilamiz. Ko'rganda, "Yo'q, men bu narsani zakaz beraman. Bu narsani xohlamayman, sani dizayningda bo'lsin, sani matoyingda bo'lsin, nimasidir o'zgartirib qilib bergin" deb hozirgi paytda u qo'rquv kamayib bormoqda. Demak, o'sha baribir O'zimizni tanitishimizda. O'zbekiston deganda ko'p kishi ko'p O'zbekiston deganda ko'pchilik Paxtani tushunishadi. tushunar edi oldinlari. Hozir endi bu narsadan qochib, hozir futbolka bilan o'sha первый слой deymiz, birinchi sloy mahsulotlarni tushunadigan bo'lishdi. Ya'ni o'sha mayka, ichki kiyimlar. Lekin men bilamanki, hozirgi kunda o'sha deylik sochiq ishlab uy tekstili deymiz, sochiq bandi xalatlarimiz deylik, bular ham juda ham bir ommalashmoqda. Baribir bizda bir tushuncha bor, bu nafaqat O'zbekistonda, balki butun deylik o'sha O'rta Osiyo davlatlarida agar Xitoy yoki Turkiya bo'lsa, bu narsa sifatli degan bir tushuncha bor. Siz deylik o'zingizni mahsulotingiz orqali ushbu mif deyman, bu narsani, ya'ni bir ertak sifat narsani, demak faqat O'zbekistonda faqatgina trikotaj degan narsani qanaqa qilib kurashasiz bu narsa bilan? Qanaqa qilib ularga tushuntirishga harakat qilasiz? Ya'ni o'sha mifni развеять deymiz, ya'ni bu narsani yo'qqa chiqarish uchun. Bu narsani yo'q qilishimiz uchun menimcha o'zingiz konkret o'zingiz misol действияda menimcha amalda ko'rsatish bilan klientlardan olgan buyurtmalarimizni namunalarida sifatini, keyin o'z vaqtida ketishi yuklani hamda jinsida juda ko'p yuzini ochib beradigan narsa bu uni yuvilishi. Har xil yuvilishlar, qiyin yuvilishlar, ranglarini ochib, ularga har xil ishlamlar berishi jinsini sotilish narxini ko'tarib beradida. Shuning uchun sifatim bilan o'sha narsani, yangi kolleksiyalarni, yangi yuvishlarni, yangi обработкаларni ko'rsatib, ularga o'sha narsani qilib bera olishimizni ko'rsatib bera olsak, ular bizga zakazini ko'paytirib kelyapti. Qarang, siz bilan suhbatda bir narsani bildimki, deylik, yirik brendlar O'zbekistonga kirgan. Yirik brendlar O'zbekistonga kirib bir necha yil ishlagan. Deylik, o'sha Lime ham, Gloria Jeans ham O'zbekistondan katta bir xafagarchilik bilan chiqib ketishdi. Chiqib ketishganiga sabab bor va ular haqli sabab bilan chiqib ketishdi. Ulardan biz xafa bo'lgan qismimiz ham bor. Deylik, mahsulotda juda ham narxini pasaytirib yuborishgan. Biz endi bizda ko'p korxonalar o'sha mayli mahsulotim qolib ketmasin, ishim yurishsin deb ko'p arzon narxga qo'nishadi. Sizda hozirgi kunda o'sha misol keltirib bera olasizmi? Qaysi korxonalar bilan, qaysi brendlar bilan ishlayotganingiz yaxshi bo'ldi va ular chiqib ketgandan keyin siz alternativa qidirishingizga majbursiz? Hozir qaysi yo'nalishga ketmoqdasiz? Hozirgi kunda ham aytganingizdek juda ko'p brendlar bilan hozirgi kunda ham bitta plus tarafimiz deb o'ylayman. Birorta bir brendga ishlaganimizda uni 1 yildan keyin bizga keyingi zakazini berishi yoki uni vaqt o'tib yana qaytib kelishi bizani sifatimiz yoki o'sha o'z vaqtida molini qo'lga olib yaxshi sotgan rezultati deb bilaman. To'g'ri, orada bitta juda yaxshi firma bilan ishladi. Ular bizga juda ko'p yo'nalishlarni o'rgatdi, yordam berib, komanda bo'lib ishladi. Aytganingizdek, Lime komandasi juda zo'r, qizlarni har bitta yangi dizayn boshqa bo'yicha bizani ular hamkordek qabul qilishdi. Faqat ish beruvchi, ish oluvchi emas, hamkorda komanda bo'lib, qanday darajaga yetsak, ularga yaxshi sifatli mol berishimizni, keyin o'z vaqtida berishimizni, kolleksiya qilishimizga yonma-yon turib ishlab bizga ko'p narsani o'rgatishdi. Shu jarayonda boshqa firmalar ham ishlab kelayotganlarimiz ularga kolleksiya qilishsa yo matolarni tanlashimizda bizga o'quv bo'ldi. Hozirda boshqalarga ham o'sha olgan bilimlarimizni berib ish qilib kelyapmiz. Lime O'zbekistondan chiqib ketishiga asosiy sabab nima deb bo'ldi? Lime kirganda zakazlari bab katta edi. Juda katta zakaz edi. Ularni chiqib ketish katta sababi O'zbekistondagi mahsulotlarni o'z vaqtida ola olmaganligi. Ya'ni biz taraf, ya'ni bizning O'zbekistondagi korxonalardan 1 yil
yoki 9 oy kech yuklar chiqib ketganini sabab qildi. Biza 3 ta sezon ishladik, u problema bo'lmadi, lekin bitta korxonaga bo'la O'zbekistonda qola olmayman deb korxona o'zini производствосini oldin Turkiya, keyin Xitoyga qaytadan ko'chirdi. Minimal zakaz qanaqa edi ularda? Ularda minimalkasi rangi 2,5 mingta edi. Tushunarli. Demak, Unaqa katta 10 ming, 20 ming yo 30 mingta bitta model yo'q korxona emas, lekin kolleksiyalar juda ko'p edi. Kolleksiyalar juda ko'p, ranglari juda ko'p, ustida ishlashga zavqli klient edi. Qarang, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan o'sha mahsulotlarni bizni mahalliy deylik mahalliy aholi ham unaqa juda zo'r qabul qilmaydi. Bunga sabablar bor. Chunki deylik bir necha sabablarni gapirishimiz mumkin. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar aynan ichki bozorga ishlatganlar. Hammasi emas, lekin ba'zi birlari baribir sifati pastroq, ya'ni o'sha tan narxini tushirish evaziga sifatsizroq mahsulot olib chiqishga harakat qilishadi. Lekin hozir ko'rib turibmizki, deylik o'sha chet davlatlardan matolar kirib kelishini evaziga o'sha stilistlarimiz, dizaynerlarimiz, turli bir kichik sexlarimiz ham yaxshi mahsulotlar yetkazib berishmoqda. Buni marketplace'da ko'rishimiz mumkin, deylik boshqalarda. Lekin bir achinarli tarafi shundaki, mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz o'zimizni davlatdagi o'sha aholini hali kiyintira olmadik, qo'pol qilib aytganda. Chunki deylik Turkiyada ishlab chiqarilgan mahsulot, Turkiya demaylik, umuman chet davlatda, qaysi davlatda ishlab chiqarilgan mahsulotga $150 to'lashga yoki $200 bir deylik mahsulotni olishga tayyorda. Xuddi o'sha mahsulotni O'zbekistondagi analogiga deylik vaqt kelsa $330 desangiz ham boshqacha o'ylanib qaraydi, chunki nima uchun degan savol beradi. Sen nima qilmading, ishlatmading? Vaholanki faqatgina import puli kelgan, logistika puli qo'shilgan xolos bu yerda. Именно deylik aynan sizni biznesingizda, ya'ni jinsi biznesidagi mavjud muammolar, ya'ni tashqi mahalliy bozorda hali yo'qligingiz sababi, men bilishim bo'yicha siz mahalliy bozorda do'konlaringiz yo'q hali. Yo'q hali. Va bu biznesdagi uchrayotgan asosiy muammolar nimada? Hozirgi kunda o'rtalama jinsiy narxlari $10 dan $14 eksport qilinayotgan bo'lsa, mahalliy bozorda ko'proq sotuv bizning bozorimizda olib chiqishadigan bo'lsa, bu tan narx ko'tara olmayapti. Chunki mana $12 dan Rossiya olib $70, $80, $100 sotilyapti o'sha narsa, lekin O'zbekistonda o'shani $12 dan bizning ichki aholiga sotsa, unga talab menimcha yoki shu narsalarni sifatini ko'rsatib bera olmaganimiz bo'lsa kerak. Undan tashqari o'zimizdan chiqqan mahsulotga odamlardagi qo'rquv bo'lsa kerak menimcha. Yoki tan narxi. Chet davlatlarda hech qanday bunaqa qo'rquv yo'q sizning mahsulotingizga nisbatan. Ichki mahsulotda shu narsa bor-da, yoki aytishadi, yo'q, men bu narsani Xitoykini $7 dan olib $12 dan sotaman. Bu masala ham bor. Lekin mana hozir Rossiyada ham hozirgi kunda Rossiyada ham Xitoy narx navosi bo'yicha O'zbekistondan juda past narx kelyapti. Logistikasi oldin 2 oy bo'lsa 40 kunga qisqargan. Matochilarimiz aytaman, qanday misol uchun Xitoydan mato olamiz, durust yaxshi mato $3 dan kam emas. O'zbekistonga kelib bitta logistika boshqasi bilan 330, 325 ga boradi. Lekin tan narxini $7 dan chiqarish hech iloji yo'q-da u narsani. Xitoyga o'sha partnyorlarga qanday Xitoyda $7 dan chiqaradi yoki matoni ularga arzon beryapsizlar yoki boshqa narsa. Aytayotki, bu sifatdagi matoni sen bu sifatdagi matodan $7 dan shim chiqara olmaysan. Xitoyda ham o'sha sifatiga qarab keyin обработанный mato bor, ham toza paxtadan ishlab chiqarilgan mato bor. Shunga qarab narxlari o'zgaradi. Rossiyadagi mijozlar ham to'g'ri $7 shimni olaman deb, u $7 shim bilan bizdan $12 shimni oldiga qo'yganda sifat darajasida matoni durustligi, afzalliklari bor shu. Demak, Xitoyda yaxshi narsa bor, hech qachon yo'q demaydi klientga. Pulingizga yarasha matoni ishlab chiqarib beradi. Ya'ni
agar $2 desa $2, $2 $1,5 desa bizda $3 shu desa hali $3 u deylik, narsaga gibkis yetib deymiz, bermayapti. shu narxlarga, ya'ni deylik mavjud sharoitga ko'nikish Ko'nikish. sal qiyinroq bizda. Matoni ishlab chiqaman. Misol uchun 98 ga 2 manga qimmatli qilyapti. Mana $3 dan yomsa 280 dan chiqayotgan mato qimmatli qilyapsa, qancha liho qilyapsan? $2 xohlamayman desa, 98% dan paxtani 60 ga tushiradi-da, orqasiga smes boshqa polyester yoki boshqa narsani qo'yib, o'sha narsani narx tushirib berishga tezroq harakat qilishadi. Shu sababdan qaysidir matolardan chiqqan shimlar arzondir, qaysi biri qimmat narxlari себестоимость chiqadi. Konkurensiya qattiq Juda katta. Chunki jins mahsulotini nima plyus tarafi deylik, kiyuvchiga u bir necha yillar eng kamida 4 yil 5 yil kiyadi. Eng kamida 4 yil 5 yil kiyamiz. Ya'ni bizda yaxshi bir an'ana bor, o'zimizdan keyingilarga ham qoldiramiz, bolalarimizda bo'ladigan bo'lsa. Endi minus tarafi deylik, sizning mahsulotingizga talab trikotaj futbolkachalik emas. Ya'ni bitta olganda 4 ta futbolka olmaydi. Ya'ni bitta 4 ta jins olmaydi. Juda ham jo'skiy bir konkurensiya bor bu yerda. Deylik, siz hozir keling, siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan narsam aynan deylik protsessini gapirib bering menga. Ya'ni O'zbekistonda jins mahsulotlarini ishlab chiqarish qanchalik foydali yoki manfaatli. Chunki deylik mana bizning podkastimiz deylik oddiy bir tadbirkor ko'rsa va ertaga qarang jinsidan shuncha foyda olsa bo'lar ekan degan bir o'ylangan, lekin uni orqasida qancha mashaqqat yotibdi. Bu O'zbekistonda kerakmi o'zi shu yo'nalishni rivojlantirish. Chunki sizni fabrikangizdan ko'rdimki, siz hozir yana qo'shimcha kengaytirmoqdasiz uni. Ya'ni demak, planlaringiz katta. Yo'nalishimiz sal farqliroq bo'lgani uchun aytganingizdek mutaxassislardan o'rganib bu ishni boshladik, qildik, davom ettiryapmiz. Mashaqqati juda katta. Chunki boya aytib o'tganimdek, har bitta qolipni tasdiqlanishi boshqasi futbolkada yoki trikodagi yengil emas. Chunki jinsi kiyganingizda u o'tirmasa, foydasi yo'q uni. Eng katta qilinadigan ish o'sha qolip yasovchida. U qilayotgan qolipini har bittasini joy-joyiga o'tkazishi, keyin matolarni har bittasini har bitta rulondan test qilishini shu kuni ko'rsatganimdek, chunki ularda usatkasi farqli chiqadi. Shu narsalarni har etapida kontrolini olib bormasa, eng oxirida chiqariladigan tayyor mahsulotda juda ko'p minusga kirib ketishi mumkin. Chunki ozgina o'tirishi noto'g'ri bo'lsa, u shimni qaytib insonlar olmaydi. Varkasda jinsida yana bitta katta muammosi tikuvda ishni oxirgi protsessigacha hech qanaqa aybi bilinmaydi. Birorta bir tochkasi bo'lsa, boshqa bo'lsa, yuvishga kirgandan keyin u portlab, defekt ikkinchi sortga aylanib ketishi bor. Shuning uchun u protsesslarni juda ham sinchkovlik bilan malakali qaramasa, har bitta protsessni ta'qib qilib bormasak, juda katta minusga kirgizib ketadigan jarayonlari ko'p. Kontrol kачества deylik, o'sha kontrol kачества sifatni yaxshilab beruvchi o'zingizlarning bir qanaqadir maxsus prosesslaringiz bormi? Aytganingizdek, o'sha boshdan oxirigacha sifatli mahsulot chiqarish uchun. Sifatli mahsulot chiqarish uchun boshida, ishni oxirida emas, har bitta protsessida matoni kelib tushganidan test olinadi. U matodan test olganimizda uni usatkasi tekshiriladi, rang farqi tekshiriladi. Keyin jinsida oyoq aylanib ketmasligi problema bor. Shim kiyganingizda yon tarafi aylanib ketmasligi kerak. Uni matoni o'sha rangga qo'yilgan, qo'yilmaganligini tekshirish uchun mato kiygan zahoti 4-5 ta protsessdan testdan o'tib, keyingina qolipga beriladi. Bu protsesslarning hammasini ko'rib, ta'qib qilib bormasa, ishni oxirida juda problema katta bo'lib ketishi mumkin. Yo'nalish qiziq, lekin ortida juda ko'p mashaqqatlari bor. Aytganingizdek, kadr matoni sifatsiz kelishi, birorta bir joyda noto'g'ri tikildimi, birorta bir ximikatni o'z vaqtida olmagani ishni oxiridagi protsessda xatoliklarni ko'p kelib chiqartiradi. Shuning uchun yo'nalish qiyin. Aytganingizdek, tekstilda marjasi juda past.
ob'yomni kattalashtirib, kengaytirib kontrolga olmasa, bu sohada foydaga kirish juda qiyin. Men bilishim bo'yicha O'zbekistonda ishlab o'sha matolarni ya'ni jins mahsulot premium klass jins mahsulot ishlab chiqarish uchun bir uzun tolali paxtalar ishlatilishi kerak ya'ni deyishadi. Ya'ni o'zini bir qanaqa texnik nimalari bor, talablari. Endi O'zbekistonda mato ishlab chiqaruvchi ikkitami korxona bilaman, ya'ni jins mato ishlab chiqaruvchi. Siz ulardan mato xarid qilishingizni bilaman, lekin unaqa katta ob'yomlarda emasda. Va muammosini ham bilaman. Sizdan ham eshitmoqchi edim. Aynan bugungi kunda jins matosi qiladigan korxonalarning asosiy muammosi nimada? Aytganimdek, o'sha matoda eng katta ip sifatsizligidan eng oxirgi itok tayyor mahsulot ishlab chiqarganimizda varkada o'sha matoda jut bo'lsa, boshqasi bo'lsa portlashib beradi. Ishlab chiqarish marjasi shundoq ham kam. Matoda 7%, 8%, 10% gacha chiqqan brak bu korxonani bankrotствоga olib keladi. Shu sababdan imенно nimasida bo'ladi nimasi? Mato to'qilganda qattiqroq gapirdi. matoda tugun jut degani tugun to'qilganda tugun qolib ketishi. Qanaqadir standartdan o'tgan taqdirda ham shimingizda qayerdadir teshik yo tuguni bo'lsa, u chiziq tushib qoladi yoki unda ikkinchi sortga ajratadigan oq tochka bo'lib qoladi. Shu sababdan matoni qancha brakini kamaytirsak, sifatli mahsulotimiz chiqishi ko'payadi. Standart bo'yicha 3% dan kam bo'lmagan matoni olish jinsiy yo'nalishida yaxshi anaqaga olib kelmaydi. 3% dan past bo'lsa korxona foydaga kirishi mumkin. 3 dan oshib ketsa, уже korxonani sekin-sekin o'tkazishiga sabab bo'ladi. Korxonangizda borib ko'rganimda har bitta kelgan o'sha rulonda deylik 50 metrmi 100 metr bo'lsa, aynan o'sha rulonda kelgan matodangina test olamiz. Test olar ekansiz va shu kelgan matodangina deylik bitta partiya uchun faqatgina shu matodan tikar ekansiz. Ya'ni qo'shib alohida qilinmas ekan, har bitta matoni belgilab markirovka qilib chiqar ekansiz. Bu balki deylik qaysi jihatdan qulayligini keltiradi sizga ishlashga. U narsani qilishimiz to'g'ri, proses juda ko'p vaqt oladi, lekin itogovida o'sha problema bo'lmasligi uchun har bitta matoni test qilganimizda qaysi birdir chekmasligi 12-15 bo'lishi mumkin. Razmer o'zini toleransiyadan o'tib ketmasligi uchun o'sha test asosida qolip yasaladi. Qaysi rang farqi bo'lishi mumkin. Bitta 50 ta to'pdan yuvishga kirgizdik, qaysi birdir yuvganda ochroq chiqyapti, qaysi birdir ko'proq to'qroq chiqyapti. Agar uni ajratib kesmasak, ertaga tayyor shim yoki kurtka chiqqanda qaysidir qo'li to'qroq, qaysi biridir boshqa joyi ochroq rang bo'lib, rang farq bo'lib, ikkinchi sort mahsulotlar ko'payib ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun oldindan uni test qilib ajratamiz. Partiyalarga bo'lib tikiladi, partiyaga bo'lib yuviladi. U jarayonda keyin oxirgi itogoviy jarayonida bir xil rangda, bir xil razmerda chiqib ketishiga bu proses yordam beradi. Yaxshi. Sizni mahsulotingizni deylik baribir sifatini gapiramiz, chunki podkastimiz nomi aynan shunaqa, ya'ni O'zbekistonda chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatliligi. Bir deylik o'sha ko'pchilikda bir marketolog bilan gaplashganda bir gapni aytdi. Qirg'izistonda mahsulot yaxshi chiqadi, lekin O'zbekistonda sifat yana ham yomonroq. Ya'ni deylik unaqa emas. U aytdiki, Qirg'izistonda mahsulot to'qimachilik tekstil mahsuloti sifati yomon, O'zbekistonda yana ham yomonroq. Shunaqa deb aytdi. Biz keyin o'ylab qoldim. Fabrikalarga olib borib ko'rsatganimdan keyin ko'rdikki, demak, sizlarda katta ob'yom, juda ham katta ob'yomlarda O'zbekiston katta ob'yom uchun yaxshi ekan, lekin hozir mana kuni kecha davlat rahbari ham bir katta urg'u berdilar. Kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga. Ya'ni sizni biznesingiz hozirgi kunda umuman olganda o'zi kichik va o'rta biznes o'sha butun dunyoda ham o'zini juda ham bir iqtisodiyotga ta'siri katta. Chunki aynan shu yo'nalish orqali shu iqtisodiyotga juda ham katta foyda olib kelinyapti. Sizni biznesingizda aynan deylik o'sha mavjud deylik muammolar bilan kurashishda deylik turli hozir davlat tarafidan
subsidiyalar bor, deylik, qo'llab-quvvatlashlar bor. Men so'ramoqchi bo'lganim, siz aynan tadbirkor sifatida bu berilayotgan imtiyozlardan qanchalik foydalana olyapsiz? Qanchalik ulardan foydalanish, ya'ni qulay, oson va qanaqa yana qo'shimcha deylik imtiyozlar bo'lsa, ya'ni sizningcha siz biznesingiz rivojlanib ketgan bo'lardi yana ham. Aytganingizdek, hozirgi bu yo'nalish bizga yangi kirgani uchun mana 10 yildan beri O'zbekistonda 10 yildan sal ortdi menimcha. Bu yo'nalishda eng katta muammomiz kadrlarning yetishmasligi. Dizayner, varka bo'yicha yoki boshqa aytganingizdek tashqaridan mutaxassislarni olib kelamiz, ish o'rgatishyapti o'zimizga. Ish jarayonida nimani ko'rdimki, даже o'rtada mana 1 oy bo'ldi, Pokistondan ishchi olib keldik. 7tacha ish boshlanishsa ko'raylik, qanaqa ish jarayoni qanaqa ketadi deb. Plus tarafi bo'ldi bizani tikuvchilarga, ulardagi tezligi o'rganishga harakat qilishni boshlashdi. Raqobat undan oldin harakat bo'lmayotganda men o'zim xursand bo'ldim shunga. O'zimiz qizlarimiz birinchi kun ishga kelishdi, ish boshlashyapti, ko'rishyapti, ishlayapti. O'zim qizlarim obeddan kechqurun Madina opa, bular deydi, avtomat bo'lib yotishibdi. Qanaqa bunaqa tikishyapti? O'zligizda ham xursand bo'lishyapti o'shanisi. O'shani o'rganishga harakat bo'lyapti-da. Hozirgi kunda keyin 5 dan keyin qolib ish o'rgana olmayman, qola olmayman degan qizlarimiz qolib, o'sha ishni o'rganishga o'zligizda ishtiyoq ham anaqa mehr paydo bo'ldi desam, shunga qarab o'zligisining tezligi oshdi. Mana 1 oy ichidagi anaqani 15% ga o'zimni tikuvchilarim ichida tezligi va o'sha ishga qarab harakat qilishi oshganida xursand bo'ldim. Kimdir kelib ularga nimadir o'rgatdiki, motivatsiya berdi shu ishga, yoki ikkinchi tarafi mana hozir bular kelib ishlayapti, ertaga o'zim ishimni olib qo'yadi degan qo'rquv bormi yoki anaqa plus tarafini ko'rdim shu tarafda. Hech qaysi bir mutaxassis kelib O'zbekistonda butunlay yashab qolib ketmaydi. Bizani o'zimizni xodimlarni shu yo'nalishlarni, shu anaqalarni o'rganib 3 yil, 4 yil, 5 yil ichida o'shani mukammal ustasi bo'lsa, tekstilchilikka juda katta foydasi bor uni. Demak, mayli, bu kadrlar bo'yicha gaplashdik. Umuman subsidiyalardan foydalana oldingizmi? Qanaqa sizga mana hozirgi kunda davlat tarafidan yaratilgan o'sha deylik tadbirkorlar uchun yaratilgan imtiyozlar, umuman shart-sharoitlar, bu deylik agar foydalansangiz ham deylik ko'p kishi deylik mana ko'p tadbirkorlar bilan gaplashganingizda o'sha subsidiyani olish qiyinlashib qoldi, deylik unga qanaqadir reytinglar ta'siri bor. Deylik baribir kreditni nagruskasi bor, ko'pchilik korxona shundan qiynaladi. Lekin baribir davlat tarafidan umumiy olganda sharoit yaratilgan. Ya'ni biznes qila olishingiz uchun hech kim sizni biznesingizga kelib to'xtatmaydi, xohlagan ishingizni, xohlagan mahsulotingizni chiqarasiz. Nima yetmayapti tadbirkorlarda? Prorif bo'lib ketishga. Chunki mana sira emas, O'zbekiston MDH davlatlari o'rtasida, mana o'sha sobiq Sovet davlatlari ichida hozirgi kunda tekstil hub deb hisoblayman. Ya'ni bizda paxtamiz ham yetarli, человеческий resurs deymiz, inson kuchi ham bor, bilim ham yomon emas. Ya'ni tadbirkorlarimiz juda ham uddaburon desam ham bo'ladi, yengilligiga intilishi katta. Lekin nimagadir biz hali ham o'sha 3 milliarddan sakrab keta olmadik. Ya'ni o'tgan davr ichida balki bir qanaqadir prorif qilindi tekstilda, ya'ni faqat ipkalam emas, balki matoga ham o'tildi. Mana hozir matodan endi o'sha tayyor mahsulotlar. Lekin baribir deganda o'sha biz paxta ilgaridan deylik o'sha исторический deymiz, tarix o'sha nimadan biz o'zimizni bir tarixga ega bo'lsak ham, o'zimizni bir yaxshi fundamentimiz bo'lsa ham biz kuchayib keta olmadik. Nima to'sqinlik qilyapti hozirgi kunda aynan kichik biznesda biznesni zo'r bo'lib ketishiga? Davlat subsidiya bergan ekan. Davlatlar hamma sharoit, aylanma mablag'ga kredit berilyapti. Tamojna tarafdan поддержка qilinyapti. Narx-navomizni tushirolmayapmiz. Narx-navoni tushirolmayapmiz. Harakat qildingizmi o'zi? Narx
matodan yo boshqa bizani narx tushira olmayotganimiz sababi samaradorligimizni oshira olmayapmiz. Men shunaqa deb tushunaman. Chunki aytganingizdek hozir misolga oldingiz Xitoyni yoki Turkiyani 35 ta odam bilan ular 800 ta yoki 1000 ta normani bajarsa, biza 35 ta odam bilan 500 ta 600 tadan ko'tara olmayapmiz. U tan narxiga kelib tushgandan keyin boshqa davlatlar bilan raqobatdoshligimiz pasayib ketyapti. Skorosti oshirib, tezligimizni oshirib, boshqa xarajatlarimizni kamaytirib, boshqa xarajatlarni qanday kamaytiramiz? Unisini olib tashlang, kerak, anaqasi yo'q. O'ylaganim qanday tan narxini tushirishimiz bilmadim. Menimcha shu darajada bo'ladi. Misol uchun qaysidir bozorga kirishda qanaqadir analitik nimalar qilasizlarmi? Ya'ni izучение, misol Yevropa bozori yoki o'zi hozir qaysi bozorga chiqmoqchisiz hozirgi kunlarda? Mana hozirgi Yevropa bozoriga paytda chiqaman desangiz, aytishim mumkin. Yevropa 100% paxta mahsulotidan bo'lgan mahsulotlarga moratoriy qo'yyapti. ya'ni qo'yyapti yangidan. Yangi talabi. Siz hozir endi paxtadan, chunki paxta mana kecha biz reyting e'lon qildik. 1 kilogramm mahsulot ishlab chiqarish uchun, 1 kilogramm paxta ishlab chiqarish uchun O'zbekistonda dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turar ekan suv ishlatish bo'yicha. 11 litr suv ishlatar ekan. Malida 0 ekan. Ya'ni Mali yomg'irdan tushgan suvni, ya'ni yomg'ir yil bo'yi ularda bilasiz, katta yomg'irlar kuchli bo'ladi. O'sha yig'ilgan suvlarni o'sha rezervuarlarda o'shalardan orqali paxta yetishtirar ekan. Ya'ni 0 daryodan suv oladi. Rasxod qilmaydi daryodan. O'zbekistonda o'zi suv tanqisligidamiz hozirgi kunda, lekin bunga qaramasdan 1 kilogramm paxta yetishtirish uchun 11 litr suv ketar ekan. Lekin mayli, hozir qishloq xo'jaligida katta ishlar amalga olinmoqda. Deylik, o'sha yangi investorlar kelgan, hozir davlat bunga ham subsidiya ajratmoqda, ya'ni har bittasiga o'sha yo'nalishda. Lekin jins mahsulotini ishlab chiqarishda yana bitta muammo bor. Bu jinsini bo'yalishi. Bu dunyodagi eng ximicheskiy, ya'ni o'sha ximikatlar ishlatilishini hisobiga deylik eng bir ifloslikni olib keluvchi yo'nalish hisoblanadi. Ekologik toza mahsulot ishlab chiqarish esa bu qimmat. Chunki bu yana tan narxi ko'tariladi. Siz nimadir qilaman desangiz yana tan narxga qo'shilaveradi har biri. O'zi shundaqa ham o'zi tan narxda muammomiz bor. Endi yana qo'shimcha ekologik qilamiz desak, yana ham umuman ekologik deganda o'zi nimani tushuniladi jinsida va именно shu muammoni yechimini siz o'zingiz fabrikangizda qanaqa yechim bermoqdasiz aynan shu yo'nalishga? Hozirgi kunda bu yechimni berish bizning fabrikamiz dunyo bo'yicha yangi mashinalar ishlab chiqarib, ximikatlarni kamaytirib, ozonda rangini ochish, boshqa qilishga 50% ga shu ximikatlarni kamroq ishlatib, jinsini shu ranglarga keltirish ishlari olib borilyapti. Biz ham buni o'rganib o'qib boryapmiz. Keyinchalik o'sha sistemani olib kelib qo'yishi. Hozir suv o'zi aylanadimi? Aylanib chiqarib tozalashini. Jinsiy ishlab chiqarishimizda aytganingizdek ko'p suv ketadi. Uni ximik обработкаларni boshqalarni o'tkazganda, hozirgi kunda shu narsani kamaytirish uchun suvlarimiz filtratsiyadan o'tib, qayta jarayonga qo'yib ishlatyapmiz. Harakat qilyapmiz hozirgi kunda yangi оборудование mashinalar chiqqan. O'sha ximicheskiy anaqalarni kamroq ishlatib, ximikatlarni suv kamroq ishlatib, o'sha effektni beradigan yangi mashinalar ishlab chiqarilyapti. Biz ularni ham hozirgi kunda o'rganib boryapmiz, qanday qilib u yangi yo'nalishda tabiatni asrab ham tan narxini tushirishga, o'sha narsani kamaytirib borishga harakat qilyapmiz. Demak, men so'raganim sizdan o'sha deylik, bu juda ham qimmat loyiha o'zi. Bitta fabrika uchun, deylik, kichik biznes uchun bu juda ham katta, lekin siz hozirgi kunda 1 yillik ekspertizingiz qancha? O'tgan yili 1,5 millionlik chiqdi. 1,5 million dollarlik ekspertiz bo'lsa, deylik, sizga o'xshagan bir 10 ta korxona agar bo'lsa, 10 ta korxonani yiqqanimizda ham agar 1 milliondan hammasi bo'ldi shu fabrikani qilaman desa, menimcha 10 million dollarga bitadi o'sha bitta suvni qayta ishlovchi bir nima ishlanma. Lekin
Masalan, men sizdan so'raganim subsidiyalar ham berilyapti. Balki o'sha davlatdan iltimos qilinadimi bu? Hozirgi kunda davlatimiz tarafidan hamma sharoitlar tadbirkorlar uchun yaratilgan. Kredit masalasi, subsidiyalar masalasi, keyin aytganingizdek tovar eksportga tovarlarni olib kirib qayta ishlash masalalarida juda katta yordamlar berilib kelyapti. Lekin undan tashqari muammoli joylarimiz ham bor. Hozirgi paytda bu jinsiy yo'nalishida bizda mutaxassislik kamligi sababli texnolog, yuvuvchini, undan tashqari tikish bo'yicha o'rgatadigan mutaxassislarni, dizaynerlarni mana hozirgi kunda spets mashinada ishlaydigan tikuvchilarga ham ehtiyojimiz bor. Chunki O'zbekistonda ular yo'q. O'zbekistonda bizani hozirgi kunda mutaxassis yo'q. Har bir jins ishlab chiqarilayotgan korxonalar bo'lsa, har bittasi korxonada dizaynerimi yoki yuvuvchisimi yo Turkiyadan yo Pokistondan yoki boshqa davlatdan ishlab kelishyapti. Undan tashqari bizani o'zimizda hozirgi kunda bir hafta, bir oy ichida olib kelgan probniy ko'rish uchun olib kelgan ishchilarimizga tikuvchilarni bizani o'zimizni qizlarga ham ish o'rgatishyapti ular. Misol Ya'ni uchun faqatgina ish qilishga emas, faqat ish o'rgatishyapti. Mana oddiy bitta shof zamok degan mashinamizda bizani qizlarimiz 800 ta qilsa, pokistonlik 2,5 mingta ish chiqaryapti. Bir kunda. Shuni o'rgatish uchun biz mutaxassislarni olib keldik, lekin olib kelgan ish o'rgatish uchun olib keldi, lekin bularga har bittasini litsenziyasini olishimiz har bitta korxonaga juda ham og'irlik qilyapti, chunki 12 million so'm litsenziyasi, faqatgina litsenziyasini o'ziga to'laymiz. Ular betga kelib bizga 1 yil, 1,5 yil davomida bizani ishchilarga shu texnologiyalarni o'rgatib ketishiga yordam bo'lsa, bizani tan narximizni tushirishimizga juda ham katta foydasi bo'lardi. Demak, ularni 12 milliondan tashqari siz ularni vizasi, bileti, yeb ichishi, joy qilish korxonaning zimmasida. Ham oyligi ham oyligi. U narsani olib kelishga sabab bo'lgani bizdagi tekuchkani, ularda bu yo'nalishda ishlayotgan odamlarni ish jarayonidan chiqib ketmasligi, ishni qancha tez chiqarishi hamda ishchilarni davomatiga ta'sir bo'lgani uchun olib kelib qo'ydi. Mani o'zimni korxonamda ham tartib ancha yaxshilashdi. Shu sababdan konkurensiya, chunki ishchilar kelishyapti, qarayapti, o'qiyotgan narsani qilib berishyaptimi? Yo'q, men undan yaxshi ishlamasam, men ishdan chiqarib yuboradigan qo'rquv ham bo'lyapti. O'shanga yarasha ish o'rganaman degan o'zida ichida mehr ham uyg'onyapti. Bu tarafdan qila olmayman, o'qiyotganimni men qila olmayman. Men qizlarimizga ham aytyapman. Chet eldan odam olib kelib, shu anaqasiga enli summada maosh to'layapman. Nega shu 8 soatda sanqib ketsang, o'zimiz qizlarga nega oylik to'lamaymiz? Ularda ham o'quv bo'ladi, ham o'zigisiga ishonch, ishiga anaqasi uverенность bo'ladi. Hozir agar sir bo'lmasa, oyligingiz deylik bosh o'sha stajyor bo'lib kelgan xodim va master oyligi qancha? Stajyor bo'lib kelgan, ish o'rganishga kelganlarni qo'lga oladigan tozasi 2 milliondan 4 milliongacha tikuvchilarniki. Masterlarimiz 6 milliondan 10 milliongacha maoshlari. Xorijiylar? Xorijiylarniki umumiy sizga rasxotini aytsangiz ham mayli. Yo'q, xorijiylarniki o'rtalama 4 million 5 millionga chiqyapti. Lekin ishlash samaradorligi 2 barobar ko'proq. Ya'ni 5 millionga hozir ishlayapti ular sizda. Yo'q, endi litsenziyasi bilan hammasi. Yo'q, litsenziyasi bilan bilan qimmatga tushadi-ku baribir. 7 millionga tushyaptimi? Yebicharichi? Yebichari bilan 7 millionga oyiga tushyapti. Yotog'i bilan. Yotog'i bilan. 7 millionga, lekin effekt samaradorligi 2 barobar ko'p. 3 barobar ham sizni Почти 3 qaysidir operatsiyada 3 barobar ham ko'p. Lekin bitta plus tarafi bugun to'y, ertaga xudoyi, ertaga yana hayitli degan javob yo'q. Demak, sikl to'lib ketadi. Sikl har kuni ketadi. Nima uchun Yevropa bozoriga biz arzon narxda beramiz mahsulotimizni? Yo'q, qanaqa ma'noda arzon narx? Chunki
mingta ish emasda 10 mingta ish bo'lgani uchun marjangiz Ob'em ob'yom katta bo'lgani uchun ob'yom uning uchun hisobiga. arzon emas. Biz standart narx berdik. Mingta ishga klient aytadiki 10 mingta bo'ladi dedi. 10 mingta bo'lgandan keyin bir xil model kirgandan keyin tikuvchilar tezligi oshadi. O'shaning hisobiga tannarxini tushiramiz. Matoni olayotganda 1000 metr ishga olgan matoyingiz bilan 10 mingta ishga olgan matoyingizda narxi tushadi. Shu jarayonda tannarxini tushira olamiz. Shuning uchun narxidan okey olindi. Hozir namunalarni tikishni boshlaymiz keyingi bu haftadan. Bilamiz, jins bu klassika, doim bir xil nimada tendensiyada yuradi. Baribir O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulot bo'lgani uchun unga qanaqadir bir milliylik qo'shamiz baribir. Qaysidir nimadadir bildirgisi keladi o'zingizda, mahsulotingizda. Hozirgi kunda siz shu narsaga qanaqa ahamiyat beryapsiz va oxirgi savolim, nima yaxshiroq? Klassikada yurgan yaxshimi yoki hozirgi kundagi trendda bo'layotgan nimalarga, ya'ni deylik, trend orqasidan quvgan yaxshiroqmi? Ya'ni aynan jinsiy biznesda. Jinsiy mahsulotlarimizda bizda gruppamiz, 3 ta gruppaga ishlaymiz. Erkak shimlar, ayol shimlar, keyin yosh bolalarning shimlari. Основной ko'proq trendda yurgan narsamiz ayollarning shimida bo'ladi. Chunki har sezonda o'zgaradi rangi, fasoni va boshqa narsasi. Talab ko'proq bo'lgan narsa trenddagi narsa. O'sha yo'nalish korxonani tezroq kengayishiga sabab bo'ladi. Klassический yo'lda erkaklarni направлениясida ko'proq klassika bilan yuramiz. Chunki erta 3 ta fit bilan ketishadi: regular, slim и straight fit. Faqat rangda o'zgarmasa, o'sha yo'nalishda ketganimiz yo'nalishni riskini kamaytiradi, ham foydani oshirishga katta yordam beradi. Ayta olamizki, aynan sizni fabrikangizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulot sifatli, tan narxi, ya'ni narxi jihatidan qulay va dizayn jihatidan hammaga mos keladi deb ayta olamiz. Ayta olasizmi o'zingiz? Yo'q, men o'zim baho bersam noto'g'ri bo'lib qolsa kerak menimcha. Mahsulotlarni bor Discordingiz. Hozirgi kunda ham klient kelsa, showroomdagi narsa boshqa narsa, chunki mutaxassis tikadi, aytdi. Eng yaxshi tikuvchilar tikib olib kirgan narsa, har doim kimdir kelsa, отгрузка ketayotgan любой klientni mahsulotini olinglar, ko'ringlar. Ochiqdan ochiqqa kelgan mijozga yo klientga yoki birorta bir qiziqqan odamga hamma korobkani ochib ko'rishga bemalol ochinglar deya olsak, bu qanaqadir yutug'imiz bo'lsa kerakki, ishimizda qo'rqmasdan bu sifatga javob bera olamiz deyishimiz. Madina Mannapovni bugungi podkastimizga tashrif buyurganingiz uchun kattakon minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlarga esa podkastimizni ko'rishni davom etishni taklif qilamiz, chunki aynan ssilka bo'ylab bu mahsulotlarni, ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sifatli mahsulotlarni qayerdan olishingiz mumkinligi haqida ma'lumotni ham qoldiramiz. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.